Nima ekan? Biz kutgan yangilikmi? Xullas, yangi uy sotib oldim. Voy. Yo'q. Qanday yaxshi. Voy bolam, tabriklayman. Buncha zo'r uy olishimizga ishonardim. Ha. Voy bolalarim, o'z mehnatlaring bilan oldinglar bu uyni. Oyijon, sizni boshchiligingizda hammasi. Shunaqa oyi. Lazizani eri ham bizga shirinliklar do'konini ochib beradigan bo'ldi. Endi bizni ham ishxonamiz, qo'l ostimizda ishchilarimiz bo'ladi. Yo'q-e. Ha? Zo'r bo'pti-ku. Ha, shunaqa. Biz rosa kutgandik, oyijon. Niyatni katta qilish kerak-da, bolalarim. To'g'ri. Uyni ham qolgan pulini amallab to'lab boramiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xullas, keyingi hafta yangi uyga ko'chib o'tamiz. Aha. Endi sekin-sekin narsalarni yig'ishtirursak ham bo'ladi. Shoshib qolmaymiz-da. Xo'p. Senki choy ichib ol. Ha, yo'q, men ovqat tayyormi? Unda men oyi kiyimlarimni almashtirib chiqay, birato'la ovqatlanamiz. Xo'p. Boring, yeringizga qarang. Xo'p, bo'ladi. Dilya! 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 Keyin telefon qilaman, xo'p? Ha, nima deysiz? Dorilarimni olib kelib ber. Turing, o'zingiz boring. Ko'rmayapsanmi, mazam yo'q-ku. Mendan umuman yordam kutmang. Axir xotinimsan-u. Xotiningizman, xizmatkoringiz emasman. Hamma o'zi uchun harakat qilsin. Insofing yo'q ekan seni. Sizda bormi? Sizda bormi? Nima? Axir eringman, qaramaysanmi menga? Menga nima foyda? Cho'ntagingiz bo'm-bo'sh. Sizni boshim ko'ramanmi? Shunaqa degan. Bor. Yo'qolib olmasam. Ko'zimga ko'rinma. Chiqib ket uyimdan. Kechirasiz-ku? Bu uy meniki. Meni nomimda. Siz uyimdan keting. Kasalga qarashchi o'zi, jonimga tegdi.